Aynan shu bir list Napoleonni naqd $100 dan sotishayotgan ekan. Siz bu narxga Napoleon olgan bo'larmidingiz? Kommentariyada javobingizni yozib turing. Ungacha men sizga aynan shu Napoleonni teng yarim narxiga tayyorlashni o'rgatib qo'yaman. Ishimizni birinchi bo'lib un va saryoni kroshka qilishdan boshlaymiz. Ketidan suv, уксус hamda tuxumni solamiz. Hamda sifatli va ishonchli bo'lgan Baden firmasini shunaqangi fistashkovoy pastasi hamda fistashka unlaridan solib yaxshilab aralashtirib, qo'lga yopishmaydigan yumshoqqina xamir qoramiz. Tayyor bo'lgan xamirimizni tindirib o'tirmasdan teng 6 bo'lakka bo'lamiz hamda har birini yoyib konvert shaklida taxlab, salofanga o'rab, xolodilnikka naqd 2 soatga qo'yamiz. Endi tingan xamirlarimizni yupqa qilib, unlab yoyib, list orqasiga qo'yib, chetlarini kesib bir xil qilib, vilka uramiz hamda pishirishga oldindan qizdirilgan duxovkaga jo'natamiz. Qo'shlarimiz pishguncha fistashkali krem tayyorlaymiz. Xona haroratidagi sariyog' hamda zgushonka va Baden firmasining fistashka pastalaridan solib krem qilamiz. Tayyor kremimizni ko'rishga suramiz hamda fistashkani maydalangan sechkasidan sepib, shu ko'rinishda yig'ib olamiz. Ana endi aytingchi, bu Napoleon $100 ga arziydimi yo'qmi? Javobingizni kutib qolaman.